Erkak kishi birinchi bo'lib qaysi tahlilni topshirishi kerak? Erkaklarimiz birinchi o'rinda spermogramma, mazok hamda siydik analizi hamda o'zida tekshiruvlardan o'tishlari kerak. Yosh omili homiladorlikka qanday ta'sir qiladi? Yosh omili deganda 17-18 yoshlar qizlarimiz nazarda tutyapsizmi yoki 40 yoshdan balandinimi? 17-18. Hozirgi kunda erta turmushga berish juda ham ko'p kuzatilyapti. Bu yoshda organizm juda ham slab, kuchsiz bo'ladi. Shuning hisobiga erta tug'ruqlar, homila tushishi juda ham ko'p kuzatiladi. 40 yoshdan keyin esa tuxumdon zaxirasi kamaygani hisobiga homiladorlik bo'lishi kechikadi. Vazn va ruhiy holat bepushtlikka ta'sir qiladimi? Ruhiy holat ko'pincha ta'sir qiladi. Vazn masalasiga keladigan bo'lsak, semiz ayol bo'ldi, homilador bo'la olmaydi degani emas. Chunki qabulimga keladigan nechta o'sha semizlik bilan keladigan bemorlarda homiladorlik kuzatilyapti. Ozuqlarda ham bepushtlik bo'lishi mumkin. Agar davolanishlar yordam bermasa, qanday zamonaviy usullar bor? Davolanishlar yordam bermasa, EKOga murojaat qilamiz. Men har doim hamliki EKOga yubormayman. Qachonki EKOga yuboraman, bachadon naylari yopiq bo'lsa, operatsiyada ham o'tkazmasa, erkaklik faktori bo'lsa, azospermiya bo'lsa, bunda EKOga yuboraman, lekin ungacha tabiiy harakat qilamiz. Bepushtlikning oldini olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Turmushga chiqishdan oldin homiladorlikka tayyorlanish kerak. Birinchi o'rinda, bir esa ayollarimiz ham erkaklarimiz ham profilaktika maqsadida shifokor ko'rigidan o'tishlari kerak.